Daqda Wang'ның Sajidani uruşin 11 avgust to'shqicha etiz ishladik. Tushdan keyin oq ig'ilning yenidagi xamonga xamon elib bordi. Changtash mengib kelgan maydonning samanini ayirish kerak ekan. Hammamizning qo'liga ochi yog'ochlardan berdi va bug'doydan samonni ayirish uchun ishlashga boshladik. Men ömrümdə xamanda ishlab ko'rmagachga aralashtirib osti ustiga og'diradigan o'xshaymiz deb ochi yog'ochni xamonliqdagi bug'doyni ostigacha yetkizib og'diribdiman. Shu yerni boshqaradigan bir Xitoy u uridigandek etilib kelib, og'zini shundoq yomon buzib, "Nimishqa sen bug'doyni aralashtirib ketding?" deb ko'zimga kirib devaylab kelgandan keyin ömrümdə kişilərdən bundaq haqaratni anlamag'achqa qattiq xijolat bo'lib, qisilib qoldim. Buni ko'rgan Sajida kelib, "Biz burun xaman ko'migan, bug'doy bilan samonni ajirtib ko'migan. Sen avval uqtirib ko'rsatib bersang, ondan yaxshi qila olmasak, so'zingni desang bo'ladi", dedi. Xansu qizlar qo'rqib, Sajida bo'ldi deb shivirlashqa boshladi. U Xitoy "Texi tayoq yemiginingga xushal bo'l", dedi. Sajida "Leninizm, marksizm qonunlarida insonlarni ideviy tarbiya beramiz, jismoniy azoblarni qilmaymiz degan. Sening odam urushing qaysi qonunga to'g'ri keladi?" deyishi bilan g'uluchini kerib Sajidaning o'ng taraf yuziga shundoq qattiq urib edi. Sajida dardangshib berib o'zini oran tutib qoldi. Men Sajidaning oldiga uchib bordim. O'zimni tutolmasdan ko'zlarimdan taramlab yoshlar iqib ketdi. O'zimni qancha tutsammo mumkin bo'lmadi. İch-ichimdan ezilib ko'nglim shundoq qattiq og'ridi. Bu tayoq menga tekkan bo'lsa edi, balki menga hozirqidan yengil tushgan bo'ladi. Yugurib Sajidaning yeniga berib, uni quchoqlab tayoq tekkan yuzlarini silab yig'lab ketdim. Sajida gap so'z qilmasdan bizdan ayrilib Changbuga qarab ketdi. Xanzu qizlar yenimga kelib, "Söyün, tur, sizlar bu yerlarni bilmaysizlar. Texi sizlarga oliy maktab o'quvchisi deb yo'l qo'yib birla shaplaq soldi. Bu yerga kelganlar sizlarga o'xshash bularga qarshi bir ig'iz so'z qila olmaydi. Qaltaklab yotqizib tashlaydi. Keyin bilasizlar, sizlar bilmay qoldinglar. Changbuning changjing bo'lgan chatda o'ltirgan odam keltirib tastigiga sol deydi. Sizlar anglamadinglar. Undaq qilma, tur, medirlama, turmasang qaltaklab tashlasa so'raydigan odam yo'q", dedi. Men ma'qul deb turib ishlashga boshladim. Chunki u qizlarning so'zi to'g'ri, bularning payli yomon, o'ltirvasimmi kim so'raydi? Sajida qachon qaytar deb birdan Changbu tarafga qarab qo'yatdim. Bir soatdan keyin Sajida qaytib keldi. Ruhi tushgan, ko'ngilsiz edi. Men Sajidaning nima bo'ldi, aytdingmi deb asta so'radim. Sajida ruhsiz tushgan holda, "Suv beshidan loy ekan, biz ham o'ylabdik", dedi. Xamanda ishlab yurgan erlarmi qaytib kelib bug'doyni o'rishga boshladi. Bir qancha Xanzu kadrlari va texniklar bizni bug'doyni yevatamdi deb har kimning oldiga kelib tekshirib turadi. Bundan bir hafta burun erlarni xaman so'qish uchun emgakka elib kelganda, ular kadrlarga ko'rsatmay qo'rsaqning ochlig'iga chidamasdan xam bug'doyni yegan ekan. Ularning ichidan bir odamning oshqozni yaxshi bo'lmaganlikdanmi yoki xam bug'doyni ko'proq yevatganmikin yoki uzun vaqt osh turib xam bug'doy yeganlikdanmi, qisqasi xam bug'doy qo'rsqini ko'pirib qattiq qiynalib azob chekibdi. Tashkil jajisi shu o'lsin deb doktorga ko'rsatishga ruxsat qilmay, yerim kun qiynalib yurib, xaman beshida o'libdi. U o'lgandan keyin butun maydon bo'yicha yig'in ichib oshko'zlik qilib, o'g'irliqcha shundoq yesanglar, sizlarmi o'lisizlar, kim bo'lmasin o'g'irliqcha oshliq va ko'ktatlarni yeydigan chora ko'rimiz deb uqtiribdi. Erlar bizga mushu so'zlarni so'zlab berib, sizlar texi hech narsani bilmaysizlar. Asta o'z ko'zinglar bilan ko'rib, anglab bilasizlar. Lekin bundaq ishlarga uprab ketmanglar. Oldinglarga uchrab kelgan har narsaga diqqat qilib, xulosa chiqarib, tajriba savoq to'planglar, dedi. Ishdan tushishga bir soat qolgan mezgilda kun chiqish tarafda chang to'pi ko'tarilib, bek yiroqda bir mashinaning bizga qarab kelayotganligi ko'rindi.
Şigobi g'arbiy cho'llikka ketgan tuzlanlik bo'lib, yiroqdan ko'tarilib turgan Tianshan teg'idan boshqa yo tog', yo tosh, yo dal daraxt yoki oqqan suv o'stin bo'lmagan, keng yeyilib yotgan tuzlanlik edi. Suv bo'lmaganlikdan so'k-so'kdan boshqa bir tal giya unmaydigan seg'iz to'pliq yer edi. Biz joylashgan o'zgartish maydonining loy kesakdan selinib, haq bilan sirtini oqartib qo'ygan Changbu binosi bor, ham yo'g'on ot boqadigan harvukashlar atirtining kichik hovlisi va oldida kichik oshxonasi bor. Changbu hovlisining o'rtasida kadrlar oshxonasi joylashgan. Oshxonaning oldida yer ostidan bo'rvay orqali qizib chiqarilgan turbusi bo'lib, bu suv Chongbudagi necha yuz odamni ot uloqlarni ta'minlashdan boshqa edizdagi ko'ktatlarni sug'urishga ishlatıladi. Erlar atirti deganimiz 20 uyni cho'ridab selib yo'g'on darvoza o'rnatgan cho'ng bir hovla. Ayollar atirtining bo'lsa yer ostiga ko'lab selingan 2 tal qorong'u gami uy. Shigobi maydoni odamning yuragi siqilgudek yirginishlik bir makon bo'lib, bu yerdagi odam osh qo'rsoq, ig'ir emgak, tayoq to'qmoq, zulm ostida yashaydi. Umidsiz, ruhsiz ko'zlar kelayotgan mashinani ko'zitib turadi. Ko'p o'tmay mashina Changbuga qarab yiqilishga boshladi. Mashinaning ustida liq o'ltirgan odamning borligi aniq ko'rindi. Mashina biz ishlayotgan xaman oldidagi yo'lni besib, oldimizdan o'tib, bizning yotoqning oldiga berib to'xtadi. Mashinadan bir mashina ayol cho'qirishib tushishga boshladi. Duyjang bizlarni 1 soat burun ishdan tushirib, yotoqqa elib qaytdi. Biz yotoqning oldiga kelganda, yangidan mashinadan tushib, nega berishni bilolmay, o'zaro o'rang-cho'rang qilib, narsalarga ega bo'lib turgan bir to'p ayollar bizni ko'rishi bilan bir mazgil jim bo'lib, bizga qarshi qoldi va bizning ustimizda bir nimalarni deb o'zaro shivirlashib so'zlashdi. Ishdan qaytgan ayollar bo'lsa, ularga birli qarab qo'yib, erangsiz holda yotoqlarga kirib ketdi. Keynimizdan Duyjang kirib bizning yotoqdagilarni ikkinchi yotoqqa ko'chirib, bizning yotoqni yangi kelganlarga bo'shtib berishga buyurdi. Bu yotoqda faqat men, Sajida ham Oltunxonni qoldirdi. Ham bizga yangi kelganlarga siyosiy o'rganish va boshqa taraflarga yordamlashinglar dedi. Sajida Oltunxon uchimiz Oltunxon yotgan taxtaylarni eshik tarafga ratlab, so'pi bilan qilib shu taxtayning ustiga o'rin hozirladik. Yotoqning o'tirisidan bir kishi mong'udek bo'sh yer qoldirib, ikki tarafga uzun qarg'ay lim qo'yib, limning ichiga burunqi eski samonning o'rniga yangi samon elib kelib o'rin hozirladik. Biz yotoqni hozirlig'icha yangi kelganlarga tomoq berib bo'pti. Duyjang ularni yotoqqa elib kirib o'rlashtirdi va kechilik siyosiy o'rganish bo'lmaydiganligini aytib chiqib ketdi. Biz o'rinlarni selib o'rin ustida o'ltirib, yangi kelganlar bilan tanishishga boshladik. Qarasam 3-4 ayoldan boshqalarda o'rin ko'rpa, kiyim-kechak yo'q. Faqat ustidagi bir qut kiyimidan boshqa hech narsa yo'q edi. Biz ulardan: "Sizlarning yotgan ko'pa, kiyim-kechaginglar nada? Hech narsanglar yo'qmi?" deb so'radik. Ular bizga: "Bizni ko'chadan tutib kelgan, shunglashqa bizning hech narsamiz yo'q. Ustimizga bir qur kiyim bilan keldik" dedi. Yana hayron bo'lib, "Uydagilaringlar elib kelib bermadimi?" deb so'radik. Ular bizning nada ekanligimizni bilmaydi. Bilsimi bizga elib kelib berolmaydi. Chunki biz Urumchilik emas, Janubiy Shinjongdan keldik deb so'zning oxirini tushirmasdan yotoqning to'rida paranglashib o'ltirgan 50 yoshlar atrofidagi o'tir bo'yliq semizg'ini kelgan bastalik chiroyidan ochiq yig'ib turgan ayol o'rnida yetib turib og'ziga kelgan bezab tillar bilan tillashga boshladi. Kimni nima uchun tillayotdi bilolmay hayron bo'lib, hongdan qolgan holda qaytib turishimizga bizning udulimizda yotgan 20 yoshlardan halqagan bir ayol uningga qarshi uningdan oshirib bezab tillar bilan shundoq vaqirab, qosh ko'z yuzlarining va qo'llarining harakatlari bilan tillashga boshladi. Bu tillarning, bu harakatlarning intayin bezabligidan yuzim chimildab, ko'zlarim qisilib, yuzlarim tortishgandek bo'lib, quloqlarim ming'ildab ketdi. O'zimni bir qolaysız holatda sezib, talaga qanday qechib chiqqanligimni bilmay qoldim.
So'qma tomning keyniga o'tishimga Sajidami deb yerga o'ltirdi. Söyün qandaq yerga kelib qoldik. Bu yillarni bu ayollar bilan qandaq o'tkazarmiz dedi. Xudo saqlasin, bu insonlar jamiyatining qayerlardan kelib qolgan degina deb turishimga yotoqning ichi var-vur, jar-shur bo'lib ketdi. Yotoq tarafga berib qarsam, bir to'p ayollar bir-biri bilan mushlashib, o'z ur-so'q qilib turibdi. Yotoqdagi samandan chiqqan to'pichangdan tok yo'riqi g'uvolishib, yotoq qorong'u bo'lgandek bo'lib ketdi. Bu qiyachiya ovozga atrofdan ko'zat qilib turgan saqchi va duyjanlar yugurib kelishdi. Ular kirib yotoqdan ikki ayolning qo'llarini bir qilib to'mir ishkal silib elib chiqdi. Qarsam ular heliqi to'rida o'ltirgan semiz cho'ng ayol bilan bizning udulimizga kichik qiz edi. Kichik qizning qapoqlari ishib ko'p-ko'k bo'lib ko'zi ichilmay qapti. Çaşları çuğulup köynek yakıları yırtılgan halda heyliqi çoğun ayal bolsa beşi yerilip bütün yüz gözü kiyim kecekleri kanığı boyulup koltukları yırtılıp bedeni görünüp kalgan ve çaşları çuğulup adam korkuda kıyafetke kirip kalgan idi. Şu halatta yeni birbirini tilişip gidip barattı. Yatak cemi besilgandan keyin biz yatakka qaytib kirdik. Bütün yatakka samallar çeşilip adam körgüsüz bolup ketken idi. Yollar hem bizning yotqan körpülerimiz dessep çeylenip, yastıqlarımız yerde topuğa melinip yetipdi. Öyünün oturusida o'rin körpülerinin üstüde qaçıq qumishlar çeçilip yatadı. Biz kirip yotqan körpülerini qiqib, etraflarını tazlashqa başladık. Duyjan kirip ayollarını ayıplab, tanqitlab o'tdi ve bu yerning tertib tüzümü ve yurgizilgan diktatorasini tushundirib, bundan keyin bundaq ishlar yuz berilmasligini, eğer yüz berilse çağrı körüldüğalığını uqturdu. Hem bugün kecha bu iki ayol yer asti quduqqa tiqamalıdı. Tang atqıcha xumardan chiqqicha mushlashib ko'rsin. Uxlash vaqti bo'ldi. Yetinglar deb chiqib ketdi. O'rin ko'rpisi yo'qlarga biz o'zimizning adiyal va o'rin ko'rpilarimizdan berdik. 3-4 odam bir bo'lib yepinib yotdi. Kechacha cho'sining talashlaridan uxlay olmay, tongga yaqin qattiq charchash bilan hech narsani sezmay uxlab ketibdiman. Qattiq barqirash, tillashlardan uyg'onib, horig'in uyqusizlikdan gangirgan holda Sajidadan "Yana nima bo'ldi?" deb so'radim. Sajida "Tong nima bo'ldikin bularga? Yana so'qishib turibdi-ku" dedi. Qarsam tala qorong'u edi. Men ularga "Hey qizlar, so'qishadigan bo'lsanglar, talaga chiqib maydonda so'qishib ondan kiringlar. Boshqalarning uyqusiga daxli bermanglar" dedim. Heliq so'qishayotgan ayol o'tir bo'yli 40 yoshlar atrofidagi ko'zi to'xtamay yugurib turgan ayol o'rnidan etilib turib, "Hey jalob, yetishingni yetivermamsan, nima kosildavorasan" dedi. Men ömrümde anglab ko'mgan bundaq haqorat so'zga o'ltirgan yerimda beshim aylangandek bo'lib, "Allah, tova qildim, tova" deb yoqamni tutdim. "Ha, jim yotmasang, tovangni shundoq o'qitib qo'yman" dedi. Udulimda yotgan birisi "Siz jim turing, u bir sarang" devidi. Heliqi ko'zi o'ynab turadigan ayol yotgan ayollarni dastlab atlab yugurib kelib, menga gap qilgan qizning ustiga minib ilib toza urg'ula turdi. Atrofdagilar o'rnidan turib, u ayolni yo'lab ilib, ostiga besilib toza soldi. Oltinxon berib ularni ajratib bo'ldi qilib, heliqi ko'zi o'ynab turadigan ayolni tortib turg'izdi. U ayolning yuzi qonab ketibdi. Yüz kesi qon peti turib, yana urmoqchi bo'lib yugurgan edi. Taladan duyjan kirib, "Nima ish?" deb baqirib ketdi. Heliqi burni qongan ayol butun yuziga qonni surkab, "Meni mavlar urib ketdi" deb dimiqida datlashqa boshlagan edi. O'tirda hech ishga aralashmagan bir ayol, "Duyjan, biz uxlayotdik. Nuriya bilan Tojinsa so'qishib, hammamizni uyg'otdi" deb umuman bo'lgan butun ahvolni so'zlab berdi. Duyjan Nuriya bilan Tojinsani va menga gap qilgan Osiya degan qizni, Osiyaning yonida yotgan Xalcham, Oysham degan qizlar bilan Oltinxonni tong atmagan bu vaqtida o'zining ishxonasiga elib kirib ketdi. Tamoq vaqtida ular Duyjanning ishxonasidan qaytib chiqdi. Biz tamoqni gap bo'lgandan kecha yer osti turmaga so'lab qo'ygan heliq ikki ayol bir-birisining qo'lini yetilishib kulib keldi. Hayron bo'ldim. Kecha ikkisi qalliq pichoqliq bo'lib, qo'llarga to'mir ishkal silinib, yer osti quduqqa ketgan edi. Hozir kulishib, yetilishib kelayotganini qara. Dunyoda ajoyib odamlar bor. Kecha oqshomqi bularning ishi bizga qanchalik og'ir ta'sir ko'rsatgan?
Hayatimizdagi eng ko'ngilsiz turmushlar endi boshlangandek o'zimni shuncha yomon his qilgan edim. Bularga bo'lsa u ishlar hech gap bo'lmasdan, balki yer osti zindonda so'linib chiqishi bular uchun teatrga borgandek bo'lib tuyulgan o'xshaydi deb o'yladim. Sajidami, bular uchun bu ishlar o'yinchoq o'xshaydi dedi. Shuni demamsan, qaramamsan xuddi jangda yengan qahramonlarda kelayotganini dedim, hayron bo'lgan holda. Bugun odatdagi kunlarga qaraganda xeyli qattiq herib qaptiman. Shundaq bo'lsa-mu ishdan qaytib kelib, yuz-ko'zlarimni yuvib, pokiz bo'lib kiyimlarimizni yo'tkab, tamoqqa keldik. Ayollar tamoqni elib kelib, qoch-qochlarga yo'g'an, to'g'rab qo'ynoq suvga selib pishirgan ko'k lobo sayni bo'lib qo'ygan ekan. Biz o'z qochimizni va galyan momini elib mangmoqchi bo'lib turganda, Oysham Mahmud o'z qochisini elib etib, o'ziga loboning oz silinganligini ko'rib ranjib ketdi va meni ko'zga ilmay bo'za qiladi deb qochisini ko'tarib mangdi. Rostini uningga boshqalarga qaraganda ozroq silingan ekan. U yotoq eshik oldiga kelishi bilan hushidan ketib yiqildi va og'zining ko'pi chiqib xorildab, put-qo'llari tortishib mullaq etib yumlashga boshladi. Barliq ayollar uningdan o'zlarini chatga elishdi. Qarsam u shu yumilishi bilan yotoqning bo'sug'isidan tushib ketsa, bir qattiq tushib ketadiganday qiladi. Shuning bilan men yugurib berib, uning qo'lini tutib qattiq besib qoldim. Oysham uzun bo'yliq, gavdalik, baslik, semiz kuchli ayol edi. Kuchim yetmay turganda u qo'lini tortib chiqarib, elib g'ulashlab birini salgan edi. Xeyli yiroq yerga uchib ketdim. Sajidami yugurib keldi. Ikkimiz berib Oyshamni tutib oldik. Ayollar chatda turib, tutmanglar, og'riqi yo'qidi deb qo'rqib vaqirishib ketdi. Biz Oyshamni mahkam besib elib, burnining ostinqi tarafini qattiq besib turgan edik. 1,5 minutdan keyin erkin nafas elib, butun badani bo'shab, ko'zni ichib, kuchsiz holda aron midirladi. Yo'lab turg'izgandan keyin asta minib yotoqqa kirib ketdi. Sajida bilan ikkimiz xuddi chelishga tushgandek yerib ketdik. Mening bundaq ahvolni birinchi qitim ko'rishim edi. Ko'rganingdan ko'pdir, ko'rmaganni ko'rarsan, o'lmaganing. U bechoraga bu kun ozdek, bu kasalga uchirganini ko'rmamsan deb Sajidaning ichi og'rib ketdi. Yetish oldida Zo'ram yenimizga kelib, "Qaranglar, bugun mumkin bo'lsa asta mang'amdiq" dedi. Uning so'ziga hech o'ylanmasdan Sajida, "Yo'q bo'ldi, ketmaymiz. Bejingga borsangmi, hammaning so'zi bir. Chiroyli gaplar faqat qog'oz yuzidagi gaplardan iborat ekan. Agar sen ketaman desang, o'zing ket. Biz hech vaqt bu so'zni og'zimizdan chiqarmaymiz. Biz seni bilmaymiz", dedi Zo'ram. "Sizlar bilan mang'atdim. Yolg'iz menish bek qiyin bo'ladi. Yo'ldan qo'rqaman", dedi. 2 kundan keyin kechda Duyjang meni o'zining ishxonasiga chaqirtibdi. Meni nimishqa chaqirgandi degan o'y bilan Duyjangning ishxonasining eshigini asta qaqdim. Duyjang kir deb ruxsat qilgandan keyin ishxonaga kirdim. Duyjang o'zi yolg'iz o'ltiribdi. U "Kel o'ltir" deb menga o'rin ko'rsatdi. "O'ltirib bo'lib meni chaqirtganmidingiz?" deb so'radim. U "Ha, sen bilan ba'zi masalalar ustida so'rab ko'ray degan edim", dedi. Men savol nazari bilan Duyjangga qaradim. "Angsam sizlar qochmoqchi bo'psizlar-ku, rostmi?" dedi. O'zimni chandirmaslik uchun xotirjam tutib kulib turib, "Duyjang, qechib nega bormiz? Nega borsang, Gongchandang bor, qechib qutulg'ili bo'lamdi. Duyjang, biz undaq o'ylamadik", dedim. "Sen yolg'on aytma, sizlarni qochmoqchi bo'lib yetibdi deb inkos qilib kirguvchilar bor", dedi. "Yo'q, Duyjang, siz hargiz ishonmang. Bu yerda bu ayollar yolg'onmi so'zlayveradigan o'xshaydi. Biz qandoq qochalaymiz? Nega bormiz? Bizning hech qanday iqtisodimiz yo'q. O'g'irlik qila olmaymiz, ham undaq nacharlik qilishni xohlamaymiz. Biz qiz bola, yomon so'z, yomon odatdan qo'rqamiz. Xotirjam bo'ling", dedim. Duyjang o'ltirib ketib, "Shu, menmi o'ylab ishongim kelmay, o'zingdan so'rab ko'ray", dedim. "Lekin undaq bo'lmag'ur o'ylarni o'ylamanglar. Sizlar o'zinglar o'ylamamsizlar, biroq boshqalarning kaynigimi kirib ketmanglar", dedi. Duyjang yana menga, "Sen kelgandan keyin ideyangda qanday o'zgarishlar bo'ldi?" deb so'rdi. Men bir oz o'ylab bo'lib, "Rostini aytsam Duyjang, ba'zi ishlar ideyamdan o'tmadi. Biz hammamiz inson. Insonga insoncha muomala qilib, chiroyli so'zlar bilan tarbiya berib, qoyil qilish yo'li bilan o'zgartish kerak, shundaqmi?
Lekin bu yerda odamlarni intayin qattiq urdi ekan. Mushu narsa mening ideyamga qattiq ta'sir qildi. Bizga fashizm dunyosi va kapitalizm dunyosida odamlarda barobarlik yo'q. İnsanlarga jabr zulm ishlatib, insoniy huquqiy dafsanda qilindi deb darslarda o'tib ko'p paketlar ko'rsatib tushundiradi. Bu yerki ba'zi ahvollar fashizm yo'li bilan farqsizlik ko'rindi. Nima uchun undaq dedim. Duyjang bir oz to'xtab, to'p-to'g'ri, sen maktabdan kelding, hech narsa bilmaysan. Sen o'zingmi keyin tushunib qolsan. Bu odamlarga mushu pozitsiyani qo'llanib boshqarmasang, bularni tutib tura olmaysan. Sen o'zing qalaymiqan o'ylarni o'ylamay yaxshi ishla dedi. Qaytib chiqib Sajidaga bo'lingan so'zlar haqida so'zlab berdim. Sajida bu so'zlarni Mo'inur bilan Zo'ramdan boshqa odam bilmaydi. Balki shular dedimikin deb gumon qildi. Men Duyjang cho'qim demasdan o'zi ham gumoniy holda so'zlab o'ltirdi. Buningga qaraganda kechida Oltunxonning putini tutib o'yg'atgandan keyin Oltunxon gumon qilib deganmikin deb ikkimiz har holda hamma odamdan diqqat qilishimiz kerak ekan. Bular bizga o'xshamaydi, ham ishonchli do'st bo'la olmaydi degan fikrga kelishdik. Mo'inurning suiqasdi bir haftadan keyin bizni guruhlarga bo'lib ratladi. Bizni ikkinchi yotoqqa, Xanzo ayollar bilan bir qism ayollarni birinchi yotoqqa bo'ldi. Va Changbudan ayollarga ish boshqaruvchi boshliq qilib Sajidani, siyosiy o'rganishga meni yordamlashga Oltunxonni tayinlabdi. Bizning faqat kunda kechda siyosiy o'rganish elib berish, material va gazetlarni o'qib berib tushuntirish vazifamiz bor edi. Men Sajidaning ish boshqaruvchisi bo'lib saylanganiga bek xushal bo'ldim. Chunki u jismoniy jihatda ojiz va Shiguboga kelgandan keyin uning ruhiy jihatdan shukrlashayotganligini sezgan edim. Shuning uchun bu vazifa bilan ishlamay, ish boshqarib yursa ruhim bir oz ko'tarilib qolar deb o'yladim. Sajidaning ish boshqaruvchi bo'lib saylangan xabari anglangandan keyin ayollar orasida ko'p qismi yaxshi bo'ldi deb qo'llagan bo'lsa-mu, lekin bir qism ayollar orasida o'zaro kusur so'zlar ko'payib, bizga boshqacha qaraydigan bo'ldi. Biz bilan yaqin bo'lib kelgan Mo'inur bilan Zo'rammi bizga qaramay gapmi qilmay boshqalar bilan paranglashib, bizga so'g'uq muomala bo'ldi. Men bizga shuncha yaqin odamlar nimish bundoq bo'lib qoldi? Sajidani saylag'ashqa xafa bo'lgan o'xshaydi. Balki o'zining saylangusi keldimikin deb o'yladim. Kechlik o'rganishdan keyin men o'rinlarni ratlayotdim. Taladan Sadat, Xalcham, Mo'inur kirib o'ltirdi. Sadat bilan Xalcham Sajidaning yeniga kirib, Sajida talaga chiqamsiz, juring birga chiqayli deb Sajidani boshlab chiqib ketdi. Men o'rin silib bo'lib gazetni Duyjangga ilib kirib berib, yotoqqa kirsam, Sajida yeshinib o'ringa kirib yetibdi. Men ham yetish uchun o'rnimga kelishim bilan talada Sadat bilan Xalcham qechib ketibdi deb vaqirgancha Osiya kirdi. Biz hayron bo'ldik. Sajida hozir eshik oldida qolmaganmidi? Qanday qaçtı deb hayron bo'ldi. Sajida chiqib ketishi bilan Mo'inur boshliq bir to'p ayollar Sajida bularni qechib ketinglar deb qechishga majbur qilibdi deb vaqirib atrofga kishi to'plashga kirishdi. Men Mo'inurning ko'nglini tushunib, "Tova" deb qoldim. Balki bu Mo'inurning Sajidani yiqitib o'zi ish boshqaruvchi bo'lish uchun o'ynagan o'yinimikin degan gumon ko'nglimga keldi. 5 minutga qolmasdan u ikkisini tutib keldi. Duyjangning bo'limga ilib kirib ketdi, deyishdi. 15 minutdan keyin Sadat bilan Xalcham yotoqqa kulishib kirib keldi. O'rniga kelib o'ltirib, "Bizni Sajida qechib ketinglar deb bizni qochirdi" dedi. Bu so'z mening beshimdan qaynoq suv quygandek ig'ir bilindi. Burilib Sajidaga qaradim. Sajida hayron bo'lib, og'zi ichilib o'rnidan turib, yotqanga yukinib o'ltirdi. "Nima deydi u? Men seni qochirib nima qilaman? Sening qochqininglardan menga nima foydasi bor? Sen har qanday ishingni haqqiga tortmay gap qil, to'kmat qilma" deb turishiga Duyjang yotoqqa kirib, "Sajida ishxonaga kir" deb Sajidani ilib chiqib ketdi. Bir soatdan keyin Sajida qaytib kirdi. Uningcha men yeshinib yotgan bo'lsam-mu, ko'nglim shu xotirjamsizlik bilan qattiq azoblanayotdi. Sajidan ko'rinib o'rnimdan turib o'ltirdim. Sajida kelib yonimga o'ltirdi. Buloqning ko'zlaridagi taramlab yoshlar to'kilib, yig'lab ketdi.
ko'zlarini surtib turib, "Ko'rmamsan bularni, o'zlari qechib, qamlashtıra olmay, manga töhmet qilib, qechib ketinglar" deb bizni elib chiqib qochirib, uzitib qo'ydi debdi. Men bu nimalarni qochirib nima foydalandim deb yig'lab ketdi. "Sen ular qechish to'g'riliq biror narsa deganmidi?" deb so'radim. "Senmi mendan gumon qilyapsansan?" deb ranjib ketdi u mendan. "Yo'q, Sajida, ranjima" deb quchoqladim. "Bu narsa Mo'yinurning plani bilan bo'lyotdi" degan gumon ko'nglimga keldi. U o'zi ish boshqaruvchi, Siygun bo'lg'isi bormikin deyman. Bu gapni anglab Sajidaga o'xshashla mening yuragim azoblandi. "Bo'ldi Sajida, ko'nglingni buzma. Bu yerda bizga yaxshilikdan ko'proq yomonlik bo'ladi. Uning uchun o'zingni hupratma" deb Sajidaning ko'nglini qancha yazsammi, lekin u tong atguncha yaxshi uxlay olmadi. Tang etishi bilan Mo'yinur bütün ayollarni uyg'otib, yugurib yurib, hamma ishni boshqarib, Duyjan ishxonasiga ishga chiqishcha bir necha qitim kirib chiqdi va ayollarni yotoqlardan ish maydoniga haydab mangdi. Mo'yinurning harakatlariga qarab tova deyishdan boshqani deyolmaydik. Ish ustida Mo'yinur yotoq tarafga bir qitim berib keldi. Biz ishlab ko'p o'tmasdan Changbudagi Loygansi ismli bir ayol Sajidani Changbuga chaqirib ketdi. Tushlik tamoqqa qaytganda Sajida shuncha xafa bo'lgan ham ko'ngilsiz holda yotoqqa qaytdi. Uni Changbuda "Sen o'zgartish tuzimiga qarshi chiqib, kishilarni qechishga kuch ko'rtib, buzg'unchilik qilding" deb qattiq so'roq qildi. Sajida kashga tamoqni yemasdan beshim og'riyotdi deb yetib qoldi. Lekin tong otguncha hech uxlay olmadi. Ko'zi uyquga ketishi bilan qattiq jo'ylab so'zlashga boshlaydi. O jo'ylaganda butun hukumatdan tortib partiya va Changbudagilarning birsini qo'ymay vaqirab haqoratlaydi. Hatto shuarmi to'lab ketadi. Men faqat uni ko'zitib tong atqizdim. Uning bu so'zlaridan yana bir qusur chiqarib, ishni texmo cho'ngaytib etmasin deb ansiraydi. Sajida o'tda qizib temperaturasi o'rlab ketdi. Tong atganda shundoq o'ruqlab, oylab, kesal tartgan odamdek bo'lib qoldi. Ishqa chiqishdan avval Duyjanning uyining keyinda kichkina bir eg'iz uyga o'zgartishdan chiqqali Li Dayfu, Li doktor deydigan bir xansu doktor bor edi. Men berib ishini chekdim. Doktor chiqqandan keyin men uningga Sajida bek qattiq og'rib qoldi. Tong atguncha uxlay olmadi. Qattiq qizib jo'yilib chiqdi dedim. Doktor men bilan birga kelib Sajidani ko'rdi. Temperatura 40.5 gradus edi. Doktor Duyjanning uyiga kirib Sajida haqida so'zlab, dorilarni ilib berdi. Men ishdan kelguncha Sajida bir yutum suvmi ichmay shu bitim qizib yetibdi. Doktorga yana kirdim. Doktor kirib ukol qo'ydi. Suvdan boshqa og'ziga hech narsa solmadi. Shu kuni Changbudan ish boshqaruvchi qilib Mo'yinurni saylaganligini e'lon qildi. Mo'yinur bek xushal bo'lib, qaq-qaqlab kulib ketdi. Shundan boshlab bizga pozitsiyasi ajoyib yomonlashdi. Ma'mu vaqirab o'zini Duyjan o'rniga qo'yib buyruq qildigan bo'ldi. Men bu ishning nima uchun ekanligini aniq tushundim. Ish boshqaruvchi bo'lish maqsadi bilan Sajidaga bu bo'xtonlarni ortgan ekan deb o'yladim. O'zining rohati uchun nomus, vijdonni sotgan odamdan nima yaxshilik kutish mumkin? Shu kundan boshlab meni suv to'shiq chiqardi. Kecha soat 12 dan kunduz 12 ga qadar suv to'shib kuzlik ko'ktatlarni sug'uramiz. Men bilan bir xanzu qiz ikkimiz birga ishlaymiz. Kechining qorong'usida panar chiroq ko'tarib, uning yo'rig'i bilan tezdan oshqucha loy ham suv kechib ishlaymiz. Orliqda 5-10 minut ishlamay deb dam elib qolsak, suv ichib ko'p mushaqqatlar bilan orom to'sib qolaymiz. Shuning uchun 12 soat to'xtamasdan yurib ishlashga to'g'ri keladi. Tushda yerib ichib yotoq qaytib kelsam, Sajida xudini bilmay qizib 30 cm egizlikdagi taxtay supidan tushkida holi yo'q, og'rib yotadi. Men kelib yo'lab turg'izib, suv berib, yo'lab yetlab, taloq elib chiqib kelardim. Ayollar Sajidani og'riq deb yotoqda qattiq vaqirab gap qilmay, men yo'q vaqtda Sajidaga qarab holidan xabar elib turardi. U shunda holatda 15 kun yotdi. Men o'zimmi intayin qo'rqdim. Mo'yinur bir qitimmi Sajidaning ahvolini so'rabmi qo'ymadi. Uningdan ko'nglim shunda qoldiki, buni so'z bilan ifodalab berish tasidi.
Zo'rammu Maynurning taksisini ko'tarib, ta'tir qarab Sajidaning holini so'rab kelib qo'ymadi. Bu bir qora nadan, buningda nima vijdon, axloq, nomus, insof bo'lsin deb ularni ko'nglimdan chiqardim. Kunda ishdan tushgandan keyin doktorxonaga kirib, Sajidaning holi to'g'risida doktor bilan so'zlashib, doktordan uni yaxshi davolashni o'tindim. Doktor menga, "Sen xotirjam bo'l, men qo'limdan kelgancha davolayapman. Mikrobga qarshi barliq dorilarni ishlatib bo'ldim. Qizitmasi hech tushmadi. Ahvolga qaraganda bu turmushlar uning nervisiga qattiq ta'sir qilib, nervisida qattiq qo'zg'alish bo'lganlikdan mushundoq og'rib qolganda qiladi. Diqqat qilmasa sarang bo'lib qolishi mumkin. Sizlar mening o'z singillarimga o'xshash, biz bir kasbdagi, bir sohadagi ham bir ko'z qarashdagi odamlarmiz. Men sizlarni o'z singlim qatorida ko'raman. Men barliq kuchimni chiqarib davolayapman" dedi. Bugun doktor meni ko'rishi bilan "Xo'sh xabar, Sajida bugun yaxshi, temperaturasi normallashdi, ahvolim yaxshi, saqayib ketadi. Men Duyjang bilan so'zlashdim. Diqqat qilmasa sarang bo'lib ketadi" dedim. Saqaygandan keyinmi yengil tinish ishlarga bo'lishini uqtirib qo'ydim dedi. Men xushal bo'lib, Sajida ham o'zim nomidan ko'pdan ko'p rahmat aytdim. Ishdan qaytib yotoqqa kirsam, haqiqatan Sajida yostiqqa yo'linib o'ltiribdi. Meni ko'rish bilan mag'dursiz holda kulib, "So'yin" deb xushal kayfini bildirdi. Qarsam o'ruqlab bir tera bir ustixon bo'lib, yo'g'on ko'zlar texmi yo'g'inib paqirab ko'rindi. Burunlari inchga uzun bo'lib, chiroylari sarg'ayib, bir yil kasal topgan odamdek bo'lib ketgan edi. Men oldirib uning yeniga kelib, "Qandoq yaxshi bo'lib qoldingmi?" deb so'radim. "Yaxshiman, faqatla mag'durim yo'q" dedim. "Kerak yo'q, yaxshi bo'lib ketsan, mana endi saqayding" deb xushal bo'ldim. Sentabr oylari kirib, kechasi sovuq bo'lishga boshladi. Uchamga eski qora shirma chopan kiyib olsammi, yalang oyoq suv kechib ishlatganlikdan ichimda titrab tonlaydim. Uning ustiga qo'rsoq och, Shiguboga kelib go'sht selib, yog' bilan pishirilgan tomoq yeb baxmidiq. Kunda 3 vaqt bir cho'mish suvga selib pishirilgan ko'k lobo bilan kichkina bir dona qizil qo'noq mo'midan boshqa hech narsa ko'rmay yashab kelyapmiz. Odamning vujudi go'sht yog'sirab, har vaqt qo'rsoqning ochlig'i kishini qiynaydi. Kundan kunga o'zimda mag'dursizlik his qilishga boshlaydim. Lu Shifang yenimga kelib, "So'yin, qo'rsoqim ichib ketdi. Bizning mavi yenimizda qo'g'inliq bor. Men tarafga borgan bo'lib, qo'g'in uzib kelay. Bo'lmasa qo'rsoqim ichib chidg'uchiligim qolmadi" deb mening yenimga panarni qo'yib maqmoqchi bo'lib edi. Men qo'rqdim. "Hey Lu Shifang, unda qilma. Agar bizni tutib olsa, esib qo'yib urib o'ldirdi. Elib kelma" deb turib oldim. "Lu Shifang, qo'rqma. Bugun qo'g'inliqda odam yo'q. Uning ustiga kuzatchimi uxlashga kirib ketdi. Elib kelay tutilmayman. Birsi kelsa taratga o'ltirgan bo'lib o'ltirib olaman. Choponni yepinchaqlab qo'g'inni qo'ltiqqa qisib olsam bilinmaydi. Qo'rqma" deb ketdi. Mening yuragim selib, hozir bizni tutib elib esib qo'yib urdiganda ko'nglim ansichilik ichida qoldim. 5-10 minutdan keyin Lu Shifang yenimga kelib o'ltirdi. Qo'ltiqidan yo'g'on 2 qo'g'inni yerga yumultibdi. Birsi ko'rib turgan bo'lmasin deb yuragim gupildab so'qib, atrofimga diqqat bilan sapselib qaradim. "Lu Shifang, qo'rqma, o'ltir. Mavini yeyli. Suv ketsa ketaversin. Keyin qarayli" deb qo'g'inni yerga bir urdi. Qo'g'in vaq qilib yerilib parchalandi. Panarni qirib beshiga qo'yib, o'zimiz eriq yoqsidagi gazirliqning tuvida o'ltirib qo'g'in yedik. Qo'rqindim, atrofimga qarab shundoq oldirash yedim va Lu Shifangni tez bo'l deb oldiratdim. Ondan yana bir qo'g'inni gazirliqning orasiga tiqib qo'ydik. Tang suzishi bilan ikkinchi qo'g'inni gazirliqning orasida yoshirin o'ltirib yana oldirab qo'rqib yeb bo'lib shapaqlarni ko'mib qo'ydik. Ömrümde birinci qitim bundaq ishni qilishim menga eg'ir ham qo'rqinchli bo'lib tuyuldi. Odamlar bundaq yerda yomonlikni mushundaq yo'llar bilan o'rganib chiqishi mumkin ekan. Men ikkinchi bundaq qilmayman deb o'z-o'zimga va'da qildim. Lekin qo'rqim odatdagi kunlarga nisbatan undaq chidiqsiz bo'lib, qattiq oshmadi. Men ishdan tushib yotoqqa kelsam, Sajida avvalgi kundagidan ko'p yaxshi bo'lib qopti. Uning kayfiyatini ko'rib xushal bo'lib, ahvolni so'rsam, bugun qo'rqim ichiyotdi.
manga bir tamoq pishirib bersang deb ko'nglidan aytgan bu so'zga hayron bo'ldim. Bu yerni bilmay davotamdi. Hech narsa bo'lmasa, qanday tamoq qilaman deb o'ylab qoldim va asta chiqib doktorning yiniga berib, Sajida tamoq yegim keldi deydi. Kasallar tamoqiga qog'oz qilib bersang degan edim. U ma'qul bo'lib qog'oz qilib berdi. Dijanga ilib kirib tasdiqlatib, oshxonaga bordim. Oshxonadagi oshpaz qog'ozni ilib menga qo'l qo'ydirib, 500 gram un bilan bir kichik say kavusni o'zing tamoq qilib ber deb qo'limga tutqizdi. Yotoqqa qaytib Sajidaga un bilan say kavusni ko'rsatdim. Ya may yo'q, ya go'sht yo'q. Buning bilan nima tamoq qilaman desam Sajida, lag'man qilib ber. Mening sumkamni oqtirsang, bir qizil vaksi qutisi bor. Shuningga men maktabdagi chig'imda chechimni yog'layman deb bir oz qo'ymay selib qo'ygan edim. Shuning bilan say qo'ru dedi. Sumkani oqtirib qizil vaksi qutisini tepib chiqdim. Tamoq yeydigan qachida ximir yo'g'irdim. Say kavuni yotoqdagi qizlarning pichiqi bilan to'g'ridim. Dijangning uyining yanida Miyofu say o'stirdigan parnik joylashgan bir qo'ru joyda o'rinni tal va so'gatlar bilan atrofni o'rab, uningda maxsus kadrlar uchun ko'ktat o'stiradi. Ham ko'ktat ko'chatlarini o'stirib turadigan bu o'rin bizning yotoqim yaqin edi. Uningga maxsus qaraydigan Ren degan 70 yoshdan oshgan Hanzu buvay bor edi. Uni butun ayollar Ren buva deb ataydi. Men shu buvaydan bir oz ko'ktat so'rash niyatida to'silgan qo'rg'onning yeniga berib, atrofga sapselib chiqdim. Hech kim ko'rinmagandan keyin so'gat bilan to'silgan to'siqning ichiga qaradim. Ko'ktatlikda Ren buvay ishlab yurgan ekan. Men asta ovoz bilan Ren buva deb chaqirdim. Ren buvay atrofga qarab ehtiyot bilan yonimga keldi. Men uningga Sajidaning og'rib qolganligini, uzundan buyon tamoq yeyolmay yotganligini va uningga tamoq qilib beray desam, say kavusdan boshqa sayning yo'qligini aytib, bir oz ko'ktat berishni o'tindim. U ma'qul deb atrofga qarab yo'shurun bir dana laza, bir dana pomidor berdi. Ko'p rahmat aytib elib keldim. Yotoqda o't kuyib qariyib ketgan bir ko'r bor edi. Uni elib chiqib talada 3 kesak bilan o'choq yasab, talada ushshaq-tushshaq o'tin chiviqlarni yig'ib kelib, ko'rning ostiga o't yoqdim. Vaksi qutisiga yog'ni salmoqchi bo'lib assam, issiqda erib qo'ymay, vaksi bilan qo'shilib, qizil vaksi may bo'lib uyib qaptim. Buni ko'rib ko'nglim yomon bo'ldi. Buni qanday yegili bo'lar deb turib qoldim va buningdan boshqa yog' yo'q. Ilojisiz qo'shiq bilan qirib ko'rig'i silishib bilan may o't bo'lib yolqin ko'tirib yenishga boshladi. Oldirab ko'ktatlarni ko'rig' silib, oran o'tni bosdim. Laza pomidorning qo'shilishidan ochiq-chuchuk mezlik tamoqning purqi chiqib, odamning nafsini g'idiqlaydi. Sajida yotgan o'rnidan turib chiqib, mening yonimga kelib, "Jinim so'yin, hajab tatliq puroqlar chiqib ketdi" deb xushalliqdan tamoqning pishishini kutolmay, mening yonimga kelib o'ltirdi. Haqiqatan bu lag'man shunchalik tatliq bo'lib pishib chiqdiki, Sajida, "So'yin, men umrimda bundoq tatliq lag'man yeb ko'rmadim" deb yo'g'on bir taxsi lag'manni yeb bo'ldi. Loysago yo'lidagi o'nkir uylar. 15 sentabr seshanba. Atdigan ishqa chiqish oldida sapga chiqib tizilib biratlandik. Biz ishqa minishdan burun Dijang chiqib hammani ratga selib, ishqa o'zi elib boratdi. Biz chiqib biratlanib tizilgandan keyin Dijang, men, Potam, Zilayxa, Tuxan to'timizni elib qilib, boshqalarni ishqa mang'izvatdi. Ondan bizga: "Bugun sizlar Loysagoga amgakka borsizlar. Yaxshi ishlab qaytinglar. Biz sizlarga ishinib avatyapmiz. Hozir traktor keldi. Tushlik tamoqlaringlarni oshxonadan elib olinglar. Traktor bilan borsizlar" dedi. Biz tamoqlarimizni elib tayyor bo'lib turishimizga Changbuning keyindan maydonga traktor kirib keldi. Biz traktorning vagoniga chiqib joylashdik. Traktor qo'zg'alib ko'na o'ng'ul-do'ng'ul yo'llar bilan poyonsiz ketgan cho'llikni kezib ilgirlab boradi. Bu poyonsiz ketgan zaminda so'qsoqdan boshqa na bir o'sgan dal-daraq, na tog'u tosh, na bir oqqan eriq o'stan, na bir uy, hech narsa ko'rinmaydi. Shu tariqada 1 soat mingandan keyin traktor bir o'yman soyga qarab qiyo yo'l bilan so'l tarafni yoqilib tushishga boshladi.
Biz sayga qarab mengishimiz bilan birer yüzdek bala xuddi traktorni saqlab turgandek cho'qurishib traktorning keynidan agishib yugurishib keldi. Men hayron bo'ldim. Jimjit bu cho'likda bu balalar nereden keldi deb balalar tushib kelayotgan tarafga burilib qaradim. Sayning kungay tarafidan yardanliqni oyib yo'l yasab, shu yo'l bo'ylab yarni oyib necha yuzlab uy yasab, her uyning eshiginin ustidan deriza qo'yib makalashib cho'llikka loyiq kichik bir shaharni shakllantiribdi. Her bir uyning oldida 5-10 dak odam qo'llarida yeyotgan tamoqlarni tutgan peti traktorga qarab tomosha qilib, bir-biri bilan paranglashib tamoq yeb turadi. Balki ular traktorning ovozini yiroqdan anglab, uning kelishini kutib turgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Nima degan ko'p uy, nima degan ko'p odam. Orasida birmi milli yo'q, hammasi Hanzu millatidan edi. Biz poyezd stansiyasida ko'rgan Xitoy o'lkalaridan ko'chib kelgan Xitoylar mana shunga o'xshash joylarga makallashgan o'xshaydi. Ular kishilarga ko'rinma soy-soylarga joylashib yo'q bo'lgan ekan. Texi bu sayning yuqori tövandagi joylarga qanchalik Xitoy joylashgan ekan, u bizga ma'lum emas. Mana shu odamning esi kelmaydigan joyda makon tutib yashab etibdi. Mushu yerda mushunchalik nurg'un odamning yashayotganini kimmi o'ylasin? Qaysi sharqiy turkistonlik buni bilsin? Mana shunday bir oz suyi bo'lgan joyga kelib, shuncha ko'p odam o'rlasa, bu ahvolda sharqiy Turkistonga joylashgan Xitoylarmi oz emas ekan deb o'yladim. Bolalar cho'qirishib bizni sayning o'tirsidagi suzuk suyi bor chiroyli o'stangdan o'tkazib uzitib qoldi. Bu sayga qarab men shuni his qildim. İlgirki zamanda bu joyda say bo'lib, bir cho'ng daryo oqqan bo'lsa kerak. Hozir uning o'rnida sayning o'tirsida kichik o'stangda suv iqib turibdi. Loysaguga bag'ucha shu joyda o'nkirlab yasalgan uylarni va shu yerni makon tutib yashayotgan Xitoylarni kichik o'stang bo'ylarida o'stirilgan yeşillikni o'ylab keldim. Nemishqidir men uchratgan bu joy va bu narsalar ko'nglimda bir xil cho'nqur ta'sir qoldiradi. Loysagumu xuddi shunga o'xshash o'tirsida iqib turgan suyi bor soy ekan. Loysagu haqiqatan go'zal yer ekan. Sayning ichida quyuq o'rmon va chatqalliqlar bo'lib, ko'z pasli bo'lganlikdan yeshil, qizil, sariq yo'pirmoqlar tabiatga texmi chiroyli rang beradi. Sayning o'tirsida oqqan suzuk suvlarning toshdan toshga urilib shaqirab eqishlari, qushlarning chiroyli xush ovozda sayrashlari butun sayni jonlantirib texmi go'zal, texmi jonli qilib odamning ko'ngliga huzur beradi. Bu manzara ichida men o'zimni xushal ham ruhli his qildim. Say ichidagi bo'shliqqa qo'g'in, tavus, qova ham qo'noq tergan ekan. Shunchalik o'xshab pishqankinki, butun sayning qo'g'inning shirin hidi puraydi. Biz traktordan tushganda ta qorong'u tushguncha etizlikdan qo'g'in, tavus uzib, qir beshiga to'shidik. Shunchalik qattiq ishlab bellarimiz og'rib, kechining bir vaqtida herib yotoq orom keldik. Men kelsam, Sajida uxlamay bizni saqlab o'ltiribdi. 18 sentabr. Havo ochiq, otabli kun bo'lsa-mu, lekin kuzning ko'ngilsiz manzarasi kishini ko'ngilsiz qiladi. Atdigandan tartib ko'ktat etizligiga o'g'it to'kish uchun ot egildan 2 sevat bilan apkashlab, ot qig'ini etizligiga to'shib ishladik. Etiz bilan ot egilining orlig'i 2 kilometr keladi. Chiritilgan ho'l qig' bo'lganlikdan apkash ko'targan murlarim og'rib, o'zim herib, ot egili bilan etiz orlig'ida 3 qitim to'xtab, dam ilib to'shishga to'g'ri keldi. Agar qodir yoki boshqalar ko'rib qolsa, dam ilib to'shishga yo'l qo'ymaydi. Ular bo'lmagan fursatda dam ilishga tirishadiq. Etizga oz qolganda hech kim ko'rinmagandan keyin dam ilish uchun to'xtadim. Mening keynimda kelayotganlarmi mening yenimga kelib to'xtab, bir oz dam ilib mangayli deb turishimizga etiz tarafdan bir ayolning shundoq dahshatlik dod-faryod ovozi anglandi. Men yenimda turgan Hanzu qizlarga qaradim. Ular shundoq qo'rqib titrishib ketdi. Nima bo'lganda voy Allah deb ansirishib ketdi. Men ularning nima uchun shunchalik ansirayotganini tushuna olmadim. Apkashni oldirib miramga elib, etiz tarafga tez minib ketdim. Etizga yetib kelishim bilan Wang Jishuan, Wang Texnik
ning gazirliq yenidagi qir beshida bir ayolni yotqizib olib, ustiga ta'tir minib, ko'ngligini qayirib, ishtonni tizig'i tushirib, oppoq qumga shapaloqlab toza urvatqanini ko'rib, apkashni yerga tashlab ketib qoldim. U ayolning dahshatli vaqirgan faryodliq ovoziga chidamasdan hech narsani o'ylashga ulgurmay, u ayolni qutuldirish uchun Wang texnikining oldiga mang'inimda yonimda turgan Jang Yulan bilan Wang Shuhua meni kap qilib tutib chetga tortib, to'xta, sen bu yerga ahvolni bilmaysan, deb qattiq esilib oldi. Hech qaynimiz yeniga borolmay, chetda ko'rinmay qarab turdik. U Wang Xitoyning uri verib, olqini og'irgan bo'lsa kerak, yenidagi bir tup gazirni qo'murib ilib, bilakdek yo'g'an gazir shexi bilan bosh ko'zi demay urg'ili turdi. Bu ahvolni ko'rib turishga chidamasdan yugurib berib Wangning qo'lidan tayoqni tortib ilib, urma demoqchi bo'lib, mang'anda yana Jang Yulan meni tutib, sen nimishqa o'ylamaysan? Sen siyosiy jinoyatchi. Sen bo'lsang, u seni etib tashlashi mumkin yoki seni urib yotqizib o'tishi mumkin. Tashkilga qarshi chiqdi, siyosiy isyon ko'tarib, ayollarni tashkilga qarshi quturatdi deb qaraydi. O'lsang bir bana tepib ko'mib qo'ydi. Kim sening istik so'riqingni qiladi? Ishchingga chiqib hammamizni qirib etishi mumkin. Sen hech narsa bilmaysan. Yangi kelding. Sen ko'rgan bu qog'oz yuzidagi chiroyli siyosatlar amaliyotda sen bilmaysan. Sen hech narsa ko'rmading. Bunda ishlarda o'zingni chetda tut. Biz ehtiyot qilamiz dedi. Men uning do'stlik fikri uchun rozi bo'lib, uning ko'ziga qarab o'zimni besib turib qoldim va rahmat aytdim. Yenimda turgan qizlar yig'lab turadi. Wang urvatgan ayolning Oygul ekanligini kiyimi va ovozidan tonidik. Yenimda turgan Turahun Oygul ekan-ku deb bekmo hayronlikda to'g'lab ketdi. Oygul o'zi semiz, o'ttir bo'y, 40 yoshlar atrofidagi qashqarlik ayol edi. Wang degan Hanzu texnik usta degidek bilimi yo'q, qora qo'rsoq, xatni to'lmaydigan bir nodon ekan. Uning chiroyida kulimsirash, mehri shafqat degandan asarim yo'q. Ochiq yomon, qopiqi turuk, qiyofati qo'rqinchli, xuddi jallodlarga o'xshaydigan, rangi so'g'uq, sat bir Xitoy edi. U o'zi xolgancha kishilarni sababsiz uradigan, qonliq qo'l odam, usta degan nom bilan rahbarlik uningga odamlarni urish huquqini berib, mahbuslarni qiynash uchun chiqarib qo'ygan odam o'xshaydi. U milliylarni intan yomon ko'radi. Ikki milliy so'zlashib qolsa, nemishqa yaxshi ishlamay paranglisizlar deb urib ketadi. U kelib qolsa, biz bir-birimizga gap qilishamiz, qarashdanmi qo'rqatdik. Ayollar uni mushu qora Xitoy yo'qolsa ekan deb tilaymiz deyishadi. Wang Oygulni bir tepib, kaltakni cho'rvatdi va etizning u beshidagi ayollarga chaqqan mengish deb zahri bilan tovulgan edi. Hammamiz apkashni murimizga ilib, etiz beshiga qarab shundoq tez yugurib ketdik va murining og'riqanligi va horg'inligimizni unutgan holda shundoq tez ishlab ketdik. Ishdan tushib yotoqqa kirsam, Oygulning butun badandagi tayoq izlari ishib ko'kirib chiqibdi. Ko'zlari qip-qizil bo'lib, qopoqlari ishib ketgan bo'lib, yeshini to'kib qayg'uli holatda o'ltiribdi. Hol so'rab, hissashligini bildirib oldiga bordim. Oygul, qanday ahvolingiz? U zolim Xitoy bek qattiq urvatdi. Ko'rib turib bizmi chiday olmay ketdik. Qanday qilamiz? Boshqa kelgan bu dardni tortmay amalimiz yo'q. Dujanga deb doktor chaqirib ko'ramdi, dedim. Oygul, yo'q, kerak emas. Birsinimi ko'gim yo'q, dedi. Ko'zidan mo'ldirlab yosh to'kilib turadi. Ko'nglini yasig'inimcha u shundoq ho'ngirib aytib yig'lab ketdi. Bu yoshda bu kunlarni ko'rish odam bo'lish uchun yangilamas. Wang ish boshqargan 3 kun ichida 5 kunlik ishni tamomladik. Bu 3 kun ichida Oyguldan boshqa otikamnimi o'g'itni sayning tuviga to'kmading degan bahona bilan urgandan keyin boshqalarimiz bu tayoqning so'ridan qo'rqib, murimizning og'rishini va horg'inligimizni unutib, yugurib yurib ishladik.